Do'stlar, agar 10 kunda ichida shu 5 sotilik xonadonimizni 173 ming deyapmiz, kami bor. Shu pulga olib qolsanglar, olib qolasizlar ekan, keyin 10 kundan keyin bu pulga sotilmaydi ekan, chunki pul hozir juda ham zararligi uchun. Do'stlar, bu joyimiz Qirg'iziston O'sh shahri, eski Kalerin ko'cha, hamma biladi. Sardorbek domlamizning masjidlari bor. Hozir u Amir Temur ko'chasi bo'lib qolgan. Shu soq tomondan kelganinglardagi Kalerin ko'chasi svetofordan burilasizlar. Ya'ni videolarda ham ko'rishinglar mumkin. Hammamiz bilgan ushbu Kalerin ko'chasining svetofori, masjid. Shu yerdan, ya'ni toq tomondan kelganda chap qo'lga burilasizlar. Buriliblar, yana chap qo'linglarda ushbu Qayrag'ash degan katta bir zdaniyamiz bor. Mash ko'chaga kirasizlar. Bu Iliyskaya ko'chasi 52-xonadonimiz. Tashqarilardan ko'rsanglar bo'ladi, uzun, katta, chiroyli, juda ham eshik taglarida mana oqim suvlarimizgacha latoqlari bor. Endi kirganimizda shunday chiroyli robotxonamiz joylashgan. Bu uyimizda yangi remontlar qilib qo'yishgan do'stlar, qaranglar. Tayyor. Gazlarimiz bor, suv bor, svet bor. Bunday go'zal bir saroychamizga to'g'ri kelasizlar. Do'stlarim, bu juda ham zudlik bo'lyapti. Pulni ham 173 ming dollar deyildi, kami bor 5 soti ekan do'stlarim. Dokumentlarni bu qadar ko'rasizlar, keyin hakim haqi. Endi mana bu yerda birinchi xonamizdan boshlaymiz. Kalerin ko'chada o'zinglar o'ylanglar, 5 soti tekis xonalari juda ham ko'p. Eng qizig'i, yevro remont bo'lgan ushbu xonadonimiz. 173 ming kami bor deyilyapti do'stlarim. Juda ham zudlik bilan bo'lyapti. Bu remontlarga e'tibor beringlar. Har bitta narsasi yangi remont bo'lgan, aboylar hali hech narsa bo'lmagan holatda dang'illatib to'ylar qilsanglar bo'ladigan fayzli bir xonadon ekan. Endi mana bu yerda robotimiz ro'parasida hojatxonamiz. Buni oldida letniy kuxnyamiz. Buni bu yoqda skladlarimiz va buni oldida juda ham chiroyli bo'lgan uy xonalarimiz boshlandi. Remontlarini qaranglar. Bu xonamizdan chiqamiz. Ikkita xonamiz ko'rdik o'sha. Mana bu yerda ham bitta kichkina xonamiz bor. Buni ham ko'rishingiz mumkin. Bu xonamiz ham tayyor ekan. Bir detskiy xona yoki kattalar o'tiradigan bir xona qilib qo'ysanglar bo'laveradi. Endi bu yerimiz bitta sklad ekan, hozirgi kunda sklad va bu tomonimizga kirmay qolamiz. Bu yerda ham ikkita xona bor. Bu yoqda bitta xona va mana bu yerda ham bitta uzun katta quyoshli xonamiz va chiroyli zilonli zonamiz. Uyimizni o'ziga yarasha. Do'stlar, albatta bunaqa xonadonni ko'rganda kommentariyamizga mashalloh deb ozgina vaqtinglarni ketkazib qo'yasizlar do'stlarim. Bismillah. Bu tomonimizda esa, ya'ni mahalla tomonimizga qarab tushgan uylarimiz. Bu kira olishimiz juda ham katta bahaybat dinozavr degan uy ekan do'stlar. Bu dinozavr uylarimizdan bittasi do'stlarim. Ishonaveringlar. Ana bu yoqda katta qilib bir televizorni qo'yib qo'yasiz, monitorni. Mashalloh, juda ham zo'r. Romlarimiz katta panoramli romlarda. Endi dizayn, dekorativ juda dahshat. Endi kelsanglar mana bu yerda birinchi xonamizni ko'rsatamiz bu yoqda. Bu o'zingizlar ko'rgandek aboylar o'zigacha bo'lgan, remontlari tayyor bo'lgan, mahallamizga qarab ikkita romimiz tushgan bitta xonamiz bo'lyapti. Endi keyingi xonamizga kiramiz. Bu yerda ham juda ham chiroyli bo'lgan, yorug'lik uchun mahallamizga qarab tushgan romlari bor, aboylari juda ham chiroyli. Yana bitta xonamiz. Общий bu uyimizda 9 ta xonamiz bor ekan do'stlar. Endi bundan tashqari ham joylarimiz bor. Kelinglar. Endi bu ikkitadan keyin bu 3-xonamiz bo'lyapti. Bu xonamiz hozirgi kunda, ya'ni bir sklad o'rnida ekan, u bunasidan qo'yib qo'yishibdi va mana bu yerda yana bitta xonamiz ham bor mana. Bu xonamiz o'zining alohida mehroblari. Bu xonamizga bitta aboy yopishtirib qo'yasizlar. Bo'ldi do'stlarim. Qirg'iziston O'sh shahri Iliyskaya ko'chasi 52-xonadon. 5 soti, 9 ta xonasi bor. Gaz, suv, svet, sentralniy kanalizatsiya ham bor ekan do'stlar. Sentralniy kanalizatsiya bor ekan, boya aytmabman. Puli 173 ming dollar kami bor. Telefon nomerlarimizni yozinglar. 0500 bilan 38 91 86 qaytaraman. 0500 bilan 38 91 86. Kelinglar, uyimizni ko'ringlar inshaalloh. Agar yoqadigan bo'lsa do'stlarim, bayna qaytarib o'taman, 10 kun sizlarga muhlat, ya'ni olaman degan insonlarga 10 kundan keyin bu senaga bo'lmaydi ekan. Chunki pul juda ham zarur. Dokumentlarni tekshirtirib turib, zo'r bo'lsa olib maza qilib yashanglar do'stlarim. Operator beka doim sizlarni